Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Shoshilib ketmang unaqa. Gapni oxirigacha eshiting. Sizga yaxshi xabarlar bor, shoshilib videoni o'tkazib. O'zi hayot tezlashib ketyapti-yu. Ovqatlarda o'sha aprel oyida ham narxga tegmadi. Xalq maza qilsin. Bu qo'qonliklar maza qilsin, qo'qonlik mehmonlar maza qilsin qilib 22 mingda qoldirdi. O'sha 5 ta asarti maxsus, asarti do'lma, yana qo'shimcha ovqatlar bor. Xohlasa menyuga, istoriyalarga qo'yib boramiz. Non salatlari bilan birga bo'ladi. O'sha qaynoqqina, do'mboqqina, issiqqina bo'lib yetib boradi. Xohlasa videoni mana shu joyigacha kuzatgan bo'lsangiz, yana darsi jiddiy sabr qilib kuzatib boring, chunki asarti 280 ming ovqatimiz ro'zachi 220 ming qiladi. Uni ham narxiga tegmadi. Xafa bo'lib qolmang deb, o'sha 220 ming so'm bo'lar asarti maxsus. Xohlasa taomlar bemalol buyurtma qilib dastlabki qilishingiz mumkin yoki olib ketishingiz mumkin. Siz maza qiling, xalq maza qilsin, qo'qonliklar maza qilsin.